Ertaga nima bo'lishini bilasizmi? Bilmaysiz. Shuning uchun ko'p siqilmang. Siz hali bo'lmagan narsani o'ylab, ertani g'amini deb, bugungi rohatingizni yo'qotasiz. O'sha sizga yoqmaydigan ish bo'lgan bo'lsa ham siqilmang. Unga yechim topiladi. U kunlar ham o'tadi. Tasavvur qiling-da, bugun oxirgi kuningiz bo'lsa. Ertani g'amini yeb o'tkazgan vaqtingizga afsuslanasizmi? Shuning uchun bugungi kun sizniki. Ertani Allohga qoldiring. Ertaga nima bo'lishini bilasizmi? Bilmaysiz. Shuning uchun ko'p siqilmang. Siz hali bo'lmagan narsani o'ylab, ertani g'amini deb, bugungi rohatingizni yo'qotasiz. O'sha sizga yoqmaydigan ish bo'lgan bo'lsa ham siqilmang. Unga yechim topiladi. U kunlar ham o'tadi. Tasavvur qiling-da, bugun oxirgi kuningiz bo'lsa. Ertani g'amini yeb o'tkazgan vaqtingizga afsuslanasizmi? Shuning uchun bugungi kun sizniki. Ertani Allohga qoldiring. Ertaga nima bo'lishini bilasizmi? Bilmaysiz. Shuning uchun ko'p siqilmang. Siz hali bo'lmagan narsani o'ylab, ertani g'amini deb, bugungi rohatingizni yo'qotasiz. O'sha sizga yoqmaydigan ish bo'lgan bo'lsa ham siqilmang. Unga yechim topiladi. U kunlar ham o'tadi. Tasavvur qiling-da, bugun oxirgi kuningiz bo'lsa. Ertani g'amini yeb o'tkazgan vaqtingizga afsuslanasizmi? Shuning uchun bugungi kun sizniki. Ertani Allohga qoldiring. Ertaga nima bo'lishini bilasizmi? Bilmaysiz. Shuning uchun ko'p siqilmang. Siz hali bo'lmagan narsani o'ylab, ertani g'amini deb,